bakaya növetixni men ijro. Qaydamsa buraya mesela dosa 199 83'te biz bakay. Qaydamsa bu avtomatik tonumede, avtomatik tonumede. Unda olsa biz mana noktadan yana bir noktani yekillaymiz. Gerçi bu edit text deganimiz text tuyini jichon qilgan bilan, text tuyga varsa qilgan bilan text tuyidagi barliq xususiyatlarni hammasi ishlab ketishini ataydi. Barliq xususiyatlarni hammasi ishlab ketishini ataydi. Ham bu o'z oldiga ba'zi xosliqlarim bor degan so'z. Text tuyida yo'q, ba'zi xosliqlarim bor degan so'z bunda. Hamda biz yana bu diqqat qiladigan nuqtalarımızdan yana birisi. Bundan olsa biz yana bir balkim ba'zi chog'larda biz ma'lum bir edit tekstlarni kishilar birinchi qilolmaydigan, ya'ni tahrirlanmaydigan holatda chiqarib qo'yishimiz mumkin. Masalan, ustidagi ma'lum bir shartlar qurilmaga asosida tuvandagi ma'lum bir edit tekstlarni to'shtirolmaydigan. Masalan, ismini yozmasa, yishini to'shtirolmaydigan yoki jinsini tanlamasa, yishini to'shtirolmaydigan degandek mana shunday xosliklarni keyin yasab qo'yishimiz mumkin shunday. Unda olsa bundaqda edit tekstniki constructionsni ishlatishni degan chog'da editable deb bir constructions bor. Editable deb bir xoslik bor. Bunida ham true false oldi. Buni hamda true false deganimiz rost yolg'on. Rost bo'lgan bo'lsa edit qila oladi, tahrirlay oladi. False bo'lgan bo'lsa tahrirlamaydi degan so'z. Buni oddiy. Biz unda olsa növetixni masalan editable deb men tanishib bo'lgandan keyin ijro qilib boqay. Qarayamsa buni men ijro qilaman, tahrirlayman. Astidikisini tahrirladim, ustidikisini tanlay olgan bo'lsam tahrirlayolmadim. Tanlay olgan bo'lsam tahrirlayolmadim. Hamda bu ko'p ishlanadigan shu chog'lar ham shu, edit tekstniki hamda ko'p ishlanadigan shu chog'lar ham shu. Bundan boshqa hamda bir qo'rqib o'tib kelsak, maaşkısını hammamiz bilamiz. Legacy, Higgins, Exit, Grave 3, Top Margin deganlarni bularnikini hammasini bilamiz. Endi diqqat qilamiz shu Max Length shunami? Max Length. Undan keyin undan boshqa input types shunami? Input types. Undan boshqa editables. Nima editables? Undan keyin mana shurufaniki nima qilgani shunami? Shurufaniki hamda menga qaraydigan bo'lsak action label deb turdi, label deb turdi. Bu nima deganda hamda masalan input optionsga masalan optionsga biz menga normal deb berib, bo'lsa normal deb berib, bo'lsa Android email labels deganga masalan string qilmayotganimi? Bo'lsa men ko'rib boqay, nima chiqadi ekan bo'lsa, ma'ni men true qo'yay. Qaralmaniki shurufan tanishdi. Mao 5 minutlik şurufasını trains. See. Trains yok.
Meyda hardware'ni takip ettik. Takip etken ekan kirib miyaga. Men miyada ma'no yozgandim. Ma'suvchidan tanishmaydi o'xshaymiz endi. O'zingni sinab baxsang bo'ldi, buni chiqarib sinab baxsang bo'ldi. Endi bu edit tekstniki hamda shu mazmun to'g'riliq so'zlaganimiz, ammo XMLda to'g'riliq so'zlaganimiz. Unda o'zi edit tekstniki biz Java'da yana qanday alohidaliklari bor ko'rib. Oldi bilan men do'sa navbatdagi men qurgan edit tekstni men qanday aniqlayman. Buni aniqlash boshqa funksiyalarga o'xshash, boshqa funksiyalarga o'xshash. Edit text text ver text ver indikin yerden change run qilmay edit text find view by id shunami find view by id edit text ver o'sha orqali biz mana bir edit textni aniqlaymiz. Endi aniqlagandan keyin edit textniki o'xshash usul bilan zidiylarni tanishlaymiz degan so'z. O'zimiz kostyum zidiy qishiltib set typeface deb zidiysini tanishlaymiz degan so'z. Ben textuni zidiysini tanishlayman o'xshash. Undan boshqa yana bir muhim ko'rib o'tgan yerimiz bo'lsa, qaranglar. Set text change listener dedi. Set text change listener qaraydigan bo'lsak, text watcher degan bir tipdan bir tip kelgan bo'lsa, men naming qilib text watcherdan buni quraylik. Qaraydigan bo'lsa, bu avtomatik bizga text watcherni qurganlik qilib avtomatik bilan bizga 3 funksiyasini izladi. Birinchisi text change deydi. Text change deydi. Ikkinchisi before text change deydi. To'rtinchisi after text change deydi. Undan sonra men hammasini o'rganib qilish uchun oldi bilan bularga cho'qim sinash uchun oldi bilan bularga cho'qim log qo'yib men chiqarib o'tishim kerak. Shunami? Undan sonra men o'xshash usul bilan miyaga on text change shunami? On text change da undan sonra miyaga kelgan qimmat. Shunami? Kelgan qimmatni chiqarib qo'yay. Ikkinchisiga o'xshashlar kelgan qimmatni chiqarib qo'yay before text change shunami? Uchinchisiga undan sonra men o'xshashlar kelgan qimmatni chiqarib qo'yay miyaga editable ketdi. Ya to'string shunami? To'string qilib ko'zni chiqarsam bo'ladi avtomatik. Endi men mana ijro qilib boqay. Ijro qilib bizniki logni ko'zib boqay. Undan sonra men yerga 1 deb biz boqay. 1 deb biz olsa qaraydigan bo'lsak uni miyada birinchisiga qaraydigan bo'lsak before text change dedi. Demak bu o'zgarishdan burungi text degan so'z. Miyaga chiqqan null chiqdi. Undan sonra men miyaga do'sa 2 deb bizay. 2 desam texnik berekini qo'lda. Mana miyaga qaraydigan bo'lsak before text change after text change dedi. Miyaga qaraydigan bo'lsak after text change. Undan keyin before text change dedi. Undan keyin text change dedi. Qaraydigan bo'lsak, undan sonra men yana miyaga 3 dey. Nima? 3 dey. Miyaga qaraydigan bo'lsak before text change undan keyin text change deb yoziladi. Undan keyin 1-3 deb yoziladi. 1-3 deb yoziladi. Men toza aytay, hozir navbatdagi tekstni 1-3 men undan sonra 4 ni kirgizay. Degan bir tushunish ko'rsin. Mana undan sonra before text change degani o'zgarishdan burun yuz berdi. Shunami? Text undan keyin on text change
text o'zgardi. Undan so'ng o'zgarib bo'lgandan keyin after text changed. Tushunarmi? 1.4 ga o'zgardi degan so'z. Demak, undan so'ng mashqsiniki qiymatiga o'xshash degan so'z, mashqsiniki qiymatiga o'xshash. Ma'lum endi navbatga kona, konisi, tushunarmi? Navbatga o'zgarishdan burunqisi, mashqsi o'zgarishdan keyingisi degan so'z, Endi yuz berish ehtimollik tartibi, masalan, before deganimiz birinchi yuz berdi, undan keyin text changed, undan keyin after text changed yuz berdi. Bunda ahvolda biz qanday qilib ishlatamiz desanglar, ba'zi chog'larda masalan biz baynalik kompyuterda masalan kompyuterda biz kompyuterda biz masalan uyg'urcha jampan deb qo'yamiz, amaliyotda jampanning yuzida ingliz harf bor. Biz bevosita kirgizsak uyg'urcha chiqadi, tushunarmi? Bevosita kirgizsak uyg'urcha chiqadi. Mushu funksiyasidan foydalanib turib, unda bizmi bir bevosita kirgizsa uyg'urcha chiqadigan, tushunarmi? Inglizchani bevosita yozsa uyg'urcha chiqadigan ma'lum bir nima kirgizgichni yoki ma'lum bir edit textni chiqara olamiz degan so'z, edit textni chiqara olamiz degan so'z. Nimishga desak, biz undan so'ng o'zgarishdan burunqisini bermaymiz, o'zgargandan keyingisini beramiz. Undan so'ng ma'lari nima degan chog'da bular endi qaysi o'rinda, qanchinchisi, nechinchisi o'zgardi deganlarni bildirdi. Bularni o'zinglar chiqarib tadqiq qilib boqsangiz bo'ladi. Buniki endi qanday qilamiz desamiz, edit textniki add text changed listeners. Add text changed listeners. Bunga new text watcher deb, new text watcher deb bir ma'lum tip beramiz va tipni olgan obyekt tipni beramiz. Text watcher degan tipni, text watcher degan tip qaraydigan bo'lsak, 3 ta abstract funksiyasi bor. Buna before text changed, on text changed, after text changed. Endi buni biz bergandan keyin edit text bizga amalga oshirib biz chaqirib berdi degan so'z. Biz shuni bergandan keyin tekst har qitim o'zgargan chog'da biz bergan Jeko orqali bizga shularni uqtirib berdi degan so'z. Bizga navbatdagi o'zgarishlarni uqtirib berdi degan so'z. Mushu orqali edit textniki endi o'zgarmaganligini biz fuqalaymiz degan so'z. O'zgarmaganligini fuqalaymiz degan so'z. Undan so'ng edit textniki tekstini qanday olamiz degan chog'da bordi. Edit textniki get text qaraydigan bo'lsak, uni get text qaraydigan bo'lsak editable deb chiqadi. Editable deb qaytadi. Buni editable deyishgan qaytadi. Undan so'ng bu editable deyishganlikdan biz toString degan orqali string deyishgan qaytara olamiz. String. Endi editable deyishganligi append degandek endi cleared tozalab etish nima? Andan keyin yana undan boshqa ma'lum bir azani yuvish degandek shunga o'xshash bir qator xususiyatlar bor. Buni orqali biz tekstni namoyish qilsak toString, nima? toString. Misha orqali biz navbatdagi tekstni olamiz degan so'z. Bu endi bizniki Java tarafda so'zlaydigan edit textniki ham namoyish ishiltish yalaniki birisi. Biz edit o'xshash usul bilan buni XMLda ishlaganga o'xshash, masalan set editable set enable set text size set hint deganda masalan resource id'sini beralaymiz. Another string beramiz. Hint colors deydi. Andaki set text deb bunga text beralaymiz degan so'z. Text beralaymiz degan so'z. Java'da buni to'g'rilab endi ba'zi narsalarni o'zinglar mana shunday ma'lum bir edit textni qurib barbirsini har bir o'zing qiziqqan funksiyasini yoki bo'lmasa tushunmagan funksiyasini bir qilib mang'uz baqsanglar, undan keyin shu funksiyani zot nima ish qildi deganiga texnik aniq bo'ladi tushuncha, texnik aniq bo'ladi. Endi mana sizlar qilib qolgan rayoni bo'lsa, mana keyindagi shu belgilar zodi qanday holda o'zgardi deganda, shuni keyinga ulab chiqariblar. Masalan, shularga bayonqidek men ko'rgandek bundaq diqqat qiliblar. Maniki masalan bunda o'zgaribdi. Demak, on text changed, on text before text changed ki ma'lumotlar masalan uzunligi o'zgargan, uzunlik,
qo'shilgan son degandek narsalarni bildirdik-a. Degandagi editable desa, unda bo'lsa eng oxirida o'zgarib bo'lgandan keyin bizga qaytgan haqiqiy bir string eng oxirgi string degandek narsani o'zinglar tafakkur qilib, o'zinglar shuni tushansanglar, texnik bir tushuncha aniq bo'ldi degan so'z. Endi edit tekstniki bizningki so'zlaydigan mazmunimiz shunchalik edit tekstning. Endi buni endi davomli puxtalash uchun endi ko'proq ishlatishni tavsiya qilmayman. Masalan, o'zinglar download jamay hisob qilinglar, jusa jamay hisob qilinglar degandek, masalan, telefonni kirgizgan yoki bo'lmasa maxfiy nomer kirgizgan va yoki bo'lmasa cho'ngroq benjichi degandek, mana bir benjichi desa bo'ldi. Yoki bo'lmasa bayon qilman degandek, oddiy bayon qilman degandek, masalan, inglizcha jampandan bosimi bevosita uyg'urcha harf kirdigan, bayni uyg'urcha. Ma'lum bir kunuklarni, masalan, bat yuzlik kunuklarni yoki bo'lmasa bayon action'ni ko'rib o'tdinglar, action'ni ko'rib o'tdinglar. Shunga o'xshash kunuklarni chekkan chog'da ma'lum bir uyg'urcha avtomatik inglizcha holatga o'zgardigan, kirish holati inglizcha holatga o'zgardigan degandek shundoq bir mashqlarni o'zinglar qilib boqqaninglar yaxshi. Undan boshqa lekin mesela set on click listener buni ma'lum bir chekkan chog'da sen bu yerda qaraydigan bo'lsak set on editor action listener deydi. Mana editor action listener deydi. Demak, bu yerga qaraydigan bo'lsak set on key listener deydi. Set on long click listener deydi mana. Dolayısıyla biz bu yerdan set on action listener'ni ko'rib qolay. Editor action listener. Bu text unique ekan, mana. Undan keyin bunga yana bir qanchani ko'rib qilamiz. Textni set on key listener deganni ko'rib qolay. Navbatdan nima key kirgizdi deganni biz qanday olamiz shunami? Bo'lsa menga sys out megan darsam navbat ikkinchi qiymatda masalan ikkinchi qiymatda mana chiqarib qo'yay. Nima ekan? Nima? Yoki bo'lmasa degan uchinchi qiymatdan keyin masalan key event deydi. Key event degani endi jampandagi qaysi keyniki chekilganligini bildiradi. Get action deydi, qaraydigan bo'lsa get action deydi. Get key code deydi. Get key code deydi. Get chars deydi. Mana bundan chiqarib qo'yay. Men mana ijro qilib qo'yay. Do'stlar, men bu yerga 2 deganni kirgizib qo'yay. 2 deganni kirgizib olsam, qaraydigan bo'lsam mana. Men qaraydigan bo'lsak, 2 deganni kirgizgan zaman argc 9 deb qo'yibdi. 9 deb qo'yibdi. Undan keyin argc 0 deb qo'yibdi. Keyingisini do'stlar men enterni kirgizib qo'yay. Enterni kirsam 0 deb qo'yibdi. Demak, undan so'ng men managa boshqacha bir narsa deb qo'yaymi? Signal qo'yib qo'yishadi. Get actions'ni deb qo'yay. Get actions'ni. Men bunaqa do'st 1 deb kirgizib qo'yay. 1 deb kirgizsam, qarasam actionsiga 1 deb qo'yibdi. Actionsiga 1 deb qo'yibdi. Do'stlar, men bunaqa 2 deb kirgizib qo'yay.
2 desam 1 deb qaytibdi. Shundaymi? 2 desam 1 deb qaytibdi. Unda esa men buni mana kirgizib boqay. Unda desam 1 deb qaytibdi. Shundaymi? Enter desam 1 deb qaytibdi. Biz buni bo'shini kirgizsam, hammasiga qirsam 1 deb qaytibdi. Actionsida 1 deb qaytibdi. Unda olsa men bunaqa davomli izlanib, mujinda izlansak bo'ladi bolalar. Mujinda izlansak bo'ladi. K-kodsini aytib boqay. K-kodsini. Nima? K-kodsi. K-kodsi deganimizda biz bilamiz endi K deganimiz men navbatda masalan A B C D E F G shularniki K-kodsi deganimiz ochiqmasi, hamda ochiqmasi. Unda men 1 deb kirgizsam qarasam 8 deb qaytibdi. Mana K-kodsim 8 deb qaytibdi. Unda olsa men bunaqa enterni kirgizib boqay. Enter desam 66 qaytibdi. K-kodsimi 66 qaytibdi. Demak, unda olsa miyada qaytayotgani ham mana aynı texnikani. Unda olsa men K-kodsiga shunami? K-kodsiga. K-kodsiga. Mana K-kodsi degan so'z. Unda olsa maniki qanday K-kodlar borki biz qarab boqaylik. Chek turib K-kod qarayamisak mana K-kod 0, K-kod 1 hamma knopkani ag'lol degan so'z Jempandagi barliq knopkalarni masalan, endi olsa biz masalan Alt'ni bosgan chog'da yoki bo'lmasa Alt left deydi, Alt right deydi. Masalan, buningda ham ishki knopkani tang bosib olmaydi. Telefonda tang bosib olmaydi. Endi home deb qo'ydim mana. Home'ni bosgan chog'da, insertni bosgan chog'da deydi. Yoki bo'lmasa o'sha telefonniki masalan miya qaraydigan bo'lsak mana, miya qaraydigan bo'lsak volume down deydi, volume down deydi. Volume up deydi. Unda men volume down degan unda men shuni besib boqay navbatda. Hem volume down'niki men qarab boqay necha ekan. Unda olsa mana besib boqay men. Volume down'niki qaraydigan bo'lsak 24 ga, shundaymi? 24 ga. Mana qaraydigan bo'lsak 25 ga, shundaymi? Demak, shularning hammasini aql oldi degan so'z edi tekstga nisbatan. Shundaymi? Unda biz masalan home'nikini qaraydigan bo'lsak, home'niki endi bu aql olmaydi home'nikini. Bunaqa izlansa ham bo'ldi. Home'niki siz hamma telefonda ola olmayman deyolmaysizlar home'nikini. Ondan boshqa masalan search knopkasini bosdi. Search knopkasini bosdi. 84 ga buniki. Shuna o'xshash masalan masalan bayonqa ustiga yuqorilgani bir besib qo'ysam, uyg'urcha kirsa ham yerga, shundaymi? Tuyangi besilgan bir yani ustiga besilgan yana bir besib qo'ysam, inglizcha kirsa degandek shunga o'xshash. Mislan o'zingni mishna yezib, mislan change variantlardan birini elib, if bunda ulab qolsam, do'stam yerdan sizlar do'stam yerga yozsa, shundaymi? Navbatgisi K-kodsi bunda ulab qolsam, do'st navbatga kirgizgan yoki bo'lmasa miya kegini, shundaymi? Miya kegini deb meni o'zgartib yozsam bo'ladi. Mishni o'zingizda bir tadqiq qilib sinab boqsam bo'ladi. Endi arziydigan bir Androidga arziydigan bir şey, masalan hozir navbatda uyg'urcha jampan deysizlar, masalan inglizcha jampanni yuzlab bevositlar. Biz uyg'urchani bayon kirgizsak, biz mana bir besib qo'yiblar. Davomli turda yana inglizcha kirgizib yursak degandek, o'zimizga applarga shunday kirgizib qo'ysak, bu bir tadqiq
tadqiq qilib qo'ysa arziydigan bir tema. O'zingni hamda o'ylashib baqsang bo'ldi. Bugun edit tekstni yumshagicha so'zlaymiz.